Jeki, hayotingizdan mamnunmisiz? Bilasizmi, qachondir shunaqa aqlli gap eshitgandim. Sani murakkab ishing, har bir ishsizning orzusi. Sani quloqsiz bo'ling, har bir farzandsizning orzusi. Sani kichkina o'yin, har bir uysizning orzusi. Sani oz daromading, har bir qarzdorning orzusi. Sani yaxshimas deb hisoblagan sog'lig'ing, har bir bedavo dardga yo'liqqan bemorning orzusi. Yaratgan egam sani gunohlaringni boshqalardan yashirishi. Hammani oldida sharmanda bo'lgan har bir gunohkorning orzusi. Sani yuragingdagi bor tinchliging, uyqu halovating, bor noz-ne'mating, har bir vatanida urush bo'layotgan insonning orzusi. O'zingda bor hamma narsani qadriga yetishing kerak. Axir hech kim ertaga nima bo'lishini bilmaydi-ku.